Allah xar qılmağanni bəndə xar qılmaydı. Abdori Cassini. Bir yutum Malayziya. Xalqara Interpolның başlığı Min Hong Wei ötken hafta yutib ketdi. Aradan bir qancha kunlar o'tgandan keyin uni Xitoyning qo'lga olganligidan xabardor bo'ldik. Xalqarалық eng chong saqchi idorasining boshlig'ini Xitoy qo'lga olaligidek va bir qancha kunlargacha uning izdirkini bermagidek darajada yo'g'inab ketdi. Matbuotlar uning qo'lga ilinishini Dolqin Aysoning Xalqaro Interpoldagi tutish buyrug'ining bekor qilinishi bilan munosabatlik bo'lishi mumkin degan farazlarni o'ttirg'a qo'ymoqda. Bir gavda oyog'ining cham tushib qolg'adak darajada heli Yevropa birligi, heli Janva, heli Nyu-York, heli Oqsaroyga jinini alqiniga ilib qo'yib qatravatidi. O'tib ketgan yillarimizda bu gavdani Xitoyning tutib akirib ketish uchun qo'llarini uzatganligiga, gavdining Xitoyning alqiniga tushib ketishiga tas-tamas qolganligiga, BDT yig'inidan chiqarib etilganligiga, uni terrorchi deb dunyo sahnalarida dumbalashqa harakat qilganligiga shohid bo'ldik. Shundoq, dushmanimiz bak kuchlik. Dushman oldida bu gavda bilan Min Hong Wei'ni selishtirganda, gavda bir chumilining qanotidek. Albatta, Allohning bizga dunyodagi eng kuchli dushmanni berganligiga hamdu sanolar aytayli. Chunki kunlar kelib, biz bu dushmanni yengib mustaqil bo'lgan vaqtimizda boshlarimiz mag'rurlikdan ko'klarga taqassun. Gavda dunyoga o'kiravatgan dushman oldida mag'rur va qaysar edi. Gavdiga eng og'ir zarba o'zimizdan keldi. Tuhmatlar, haqoratlar xuddi burkut o'z peyida yasalgan o'qyada urilgandek gavdining ustiga yig'ishqa boshladi. Eng og'ir kelgan bir o'qyaning ismi xoin, jasos, kommunistning balasi nomliq o'qya edi. Haq, adolat uchun kurash qilg'uvchilarni, vatani, xalqini hurlik chiqarish yo'lida kurash qilganlarni Alloh xor qilmaydi. Bu haqda aniq oyatlar bor. Masalan, Yusuf alayhissalom boshqa bir tarafidan emas, balki o'zining qavmi qarindoshlari tarafidan quduqqa tashlab etilgan edi. Alloh uni xor qilmadi. Yusuf alayhissalomni quduqdan qutuldirib, Misrga vali qildi. Yunus alayhissalomni beliqning qornidan, Ayyub alayhissalomni chilli bosgan yaralardan, Musa alayhissalomni Firavun qo'shonining shiddatlik qo'g'lab kelishidan qutqizgan, Qizil dengizni ikkiga yerib, Firavunni halok qilgan Alloh, Uyg'urlarning buyuk da'vosi uchun dunyoning hamma ishiklarini chekivatgan bu gavdini o'zi qo'g'daydi albatta. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining xalqarалық yig'inlarida Xitoy bilan yuzma-yuz qarshilashib turgan Amerika, Germaniya qatorliq davlatlar faqat bir kishi uchun terrorchi emas deb aqlashning bas munozirasini soatlarcha qildi. Bu kishi Uyg'ur davosi uchun xalqaro tashkilotlarga to'liq qatirab, oyog'ining chami teshilib ketay deb qolgan ashu gavda edi. U yana Uyg'ur tarixining sharaflik batlariga yezishga tegishlik bir favqulodda ish. Allohning qadrlashi bilan qarshiladi. Oqsaroy bu gavdani tuyuqsiz chaqirtib, Uyg'ur masalasi haqida jiddiy suhbatlar ilib bordi. Bu bir insonni Alloh xor qilmasa, bandalarning xor qilolmaydiganligidan iborat haqiqatning yana bir qitim isbotlanishi edi.
Abu Darda radiyallahu anha mundaq rivoyat qiladi. Rasululloh alayhissalatu vassalam mundaq degan edi. Kimiki bir ilm o'rganish maqsadida yo'lga chiqsa, bu Allohning uni jannatga tutishadigan yo'llarning biriga boshlaganligidan iboratdir. Farishtalar ilm o'rganish orzusida yo'lga chiqqan kishidan intayin mamnun bo'lganliklari uchun qanotlarini kerib, u kishini qanotlar ostiga oladi. Ko'kda va yer yuzida bo'lganlar, hatto dengizdagi baliqlarmi olim uchun hamdu sanolar aytadi. Olimlar payg'ambarlarning varislaridir. Payg'ambarlar miros qoldirmaydi, ammo ilm miros qoldirdi. Kimiki ilm o'rgansa, zo'r boyliqqa ega bo'la oladi. Olimlar payg'ambarlarning varislaridir. Bu Allohning kalomi, bandaning emas. Undaqda payg'ambarlarning varislari bo'lgan olimlardan Uyg'urlarda qanchasi bor? Amerikaning bir qancha patent mukofotiga erishgan. NASA olam qatnashi idorasidan olgan mukofotlari o'zi ishlayotgan yillar sonini qatlavatgan. Hozirgi zamon texnikasining eng cho'qisi hisoblangan NASA tarafidan chiqadigan maxsus jurnallarda 100 dan ortiq maqolasi e'lon qilingan. Millati va xalqini, bo'libmi yoshlarni ilm yo'liga yetaklashda tinim topmay izlanayotgan, maslahat berayotgan Uyg'urlarning taqdiri haqida to'xtamay maqola va kitoblar yozib sunayotgan bir kishi. Men o'ttirib qo'ymoqchi bo'lgan Alloh xor qilmaydigan yana bir gavda. Uyg'ur davosi mana shundoq payg'ambar varislarini qadrlab, o'z ichiga olmagan muddatgacha ilgari bosolmaydi. Bu gavda bir kun 24 soat vaqtini qandoq yetishtirdigandi? Hamma kishi hayron. 8 soat normal xizmat ishlaydi. Yana shundoq vatan millat so'ygusini ig'izda, quruq shuarda emas, qalbida, yuragida ko'tarib yurgan kishilar vaqtlarning minut sekundlarini behuda o'tkazmaydi. Bu gavda vatanda bo'layotgan zulmlar, rayimsiz jazo lagerlari va bu zulmdan qanday qutulish yo'llari haqida tinab tamtiravotgan muhojiratdagi xalqiga yo'l ko'rsatish maqsadida siyosiy sohada ko'rilishga boshladi. Yotdan emas, o'zidan kelgan o'qyalar bilan urilishga boshladi. Yana bir qatim burkut o'z peydi yasalgan o'qya bilan urilganiga o'xshash. Xoin, avtonomiyachi, mustaqillik demaydikan degan tuhmatlardan yasalgan tashlarni ushshaq balalar olimga etishga boshladi. Balkim ular Allohning o'z va'dasi bo'yicha farishtalarning kengri yeyilgan qanotlari bilan bu payg'ambar varisi misoli olimni qanot ostiga oladiganligini bilmasi kerak. Yaqinda Amerikaning Washington shahri bilan Los Angeles shahri o'rtasida tövendikidek bir telefon dialogi bo'lib o'tdi. Uyg'ur yigit: "Aka, DC'da bo'ladigan 2 maydon leksiyalaringiz uchun aeroplan beltingizni bugun almoqchiman." Olim: "Yo'q ukam, undaq qilmang, o'zim olaman." Uyg'ur yigit: "Uchish vaqtingiz sal uzun. Shunga odatdagi o'rindiq emas, karvatliq o'rindiq zakaz qilmoqchiman." Yuqoridagi bu qisqa dialog Allohning olimni xor qilmaydiganligining oddiy va kichikkina bir misoli. Birinchi gavda urilgan o'qyalarga parvosiz, dunyo siyosiy sahnasining darvozasini chekish bilan avora. Ikkinchi gavda siyosiy va
ilmiy leksiya so'zlash, muhokama yig'inlariga qatnashish yo'li bilan o'z xalqining qalbini fatih qilish, ilm nuri silish, maslahat berish, plan tuzish, yo'l ko'rsatish bilan avora. Bundaq gavdalarga millatimiz va muqaddas davoyimiz to'limi ehtiyojliq. Bundaq gavdalarni Allah xor qilmagan muddat ichida bandalar kanaylarni kerib avora bo'lmasin ki xor qilolmaydi.